Elni etib topgan menikim, men o'zimni topmasam degan baytlarini tagida bu birinchi o'rinda masalan xalq xizmatiga yeng shimargan insonlar uchun juda katta bir nasihat. Qanday qilib o'zini anglamagan inson xalqqa xizmat qilishi mumkin? Ya'ni bu partiyamizning ham shiori, inson o'zgarsa jamiyat o'zgaradi. Har bir inson avvalambor o'zini anglab yetsa, o'zini bu dunyodagi ma'naviy mas'uliyatini anglab yetsagina xalqiga xizmat qila olishi mumkin. Navoiy hazratlari agar bugun bo'lganda butun dunyo uchun mafkuraviy yetakchilardan biri bo'lar edi. Chunki insoniyat bugun u kishining nasihatlariga va yo'l ko'rsatishlariga qanchalar ehtiyoj his qilayotganligini ko'ryapmiz. O'sha paytidayoq 585 yil oldin tug'ilgan bo'lsa, 6-7 yoshidayoq dunyoni ahamiyatini, mazmunini, ma'nosini juda yaxshi tushunib yetgan. Kamol yetkazib kim olam uyidan senga farz o'lmagay g'amnok chiqmoq. Jahondin notamom o'tmak beayni erur hammomdin nopok chiqmoq. Dunyoga inson nima uchun keldi? Nima yaxshiliklar qildi? Atrofiga qanday foydasi tegdi? Ana Navoiy hazratlari o'sha paytlardayoq aytayapti. Dunyoga kelishingdan mazmun hamma joyi xonavayron qilib, atrofingda odamlarni rasvoy raddi balo qilishmi yoki insonlarga xizmat qilishmi? Millionlab xalqlar bizni hayotimizni yaxshi qiladi deb saylab qo'ygan odamlar kimlargadir qurol bilan tahdid qilib, janjal qilib, qanaqadir maqsadlar kimnidir haqqini o'g'irlash bilan, kimnidir haqqini o'ldirish bilan shug'ullanyapti. Shu mas'uliyatini bajarmayotgan juda ko'p tizimlar, davlatlar va rahbarlarni bor ekanligini ko'ryapmiz va buning oqibatida bugun dunyo juda ham notinch. Aynan Navoiyni bugun insoniyat bilmaganligi uchun shunaqa ma'naviy inqirozda. Navoiy hazratlarining nasihatiga tayanib siyosatni yuritayotgan O'zbekiston rahbariyatini masalan ko'p davlatlarga namuna qilib ko'rsatish mumkin. Davlat rahbarimizning xalqaro tashriflari ichida Turkiya hamda Pokistonga qilingan tashriflarning tagida albatta birinchi o'rinda har ikki tomonga iqtisodiy o'zaro manfaatli harakatlarni amalga oshirish bo'ladigan bo'lsa, lekin eng asosiy maqsadlardan biri bu tinchlikni xalqlar uchun nafaqat bizni, balki hamkorlarimizni davlatlarida ham tinchlik, farovonlik bo'lishi uchun o'zaro daromadli bir farovon hayot kechirish uchun harakatdan iborat. Rahbarlik shunday bir masala, u sizga ishongan odamlarni tinch, totuv hayot kechirishini ta'minlash degani. Biz Navoiyni avlodlari sifatida, Navoiyni qondoshlari sifatida o'ylaymanki, nafaqat elektoratimiz, balki butun dunyoga hayqirishimiz kerak bugun. Tinchlik bo'lgan joyda faqat taraqqiyot bo'ladi.